Assalomu alaykum, hurmatli mani kuzatayotgan muxlislar, kuzatuvchilarim. Bugungi mavzuyimiz 3 ta variantdan iborat bo'ladi. Bu uchala variantda ish yo'llarida qanaqa o'zgarishlar kutyapti? Ish yo'llarida qanday yangiliklar bo'ladi? Ish bilan bog'liq finansiy tarafdan ko'ramiz. Finansiy holatingizga bog'liq mavzuda bo'ladi. Yaqin kunlarda ish bilan bog'liq qanaqa yangilik bo'ladi? Ish yo'llaringiz, finansiy yo'llaringiz sizga qanaqa o'zgarishlar, qanaqa o'sishlar bo'ladi? Shu to'g'risida ko'ramiz. 3 ta variant bo'ladi. Birinchi variant uchun tanlashingiz mumkin. Mana birinchi variant uchun mana bu rasm. Birinchi variant. Xo'p, ikkinchi variant uchun mana bu rasm chiqdi. Ikkinchi variant. Uchinchi variant uchun bu shunchaki variantlarga ajratish uchun qo'yilgan rasmlar. Buni raskladga hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Faqatgina rasmga qarab variant tanlaysiz va uni raskladga hech qanday aloqasi bo'lmaydi. Faqat rasmga qarab o'zingizga yoqqanini, yuragingizga yaqin bo'lgan rasmni tanlaysiz. Xo'p. Finansiy tarafdan ish yo'llarida qanaqa yangiliklar bo'ladi? Nimalar bo'ladi? Nimalarda ehtiyot bo'lish kerak? Bu video qachon qo'yilishidan qat'iy nazar, qaysi vaqtda ochsangiz o'sha vaqtga amal qiladi. Farqi yo'q qaysi vaqtda qo'yilganini. Siz ochgan, ko'rgan, bu video sizga chiqqan paytdan boshlab, ochgan paytingizdan boshlab amal qiladi. Xo'p, ish yo'llarida qanaqa yangiliklar bo'ladi? Telegram kanalimga a'zo bo'lishingizni tavsiya qilaman, chunki bo'sh vaqtlarimda u yerda jonli efir qilyapman. U yerda xohlagan savolingizni berishingiz mumkin. Bepul sizga bitta savolingizga bepul javob berishim mumkin bo'ladi. Telegram kanalini silkasini kommentariyadan topishingiz mumkin. Kommentariyada silkasini qoldiraman. A'zo bo'lib oling. Xo'p. Pul yo'llari, ish yo'llari, finansiy tarafdan qanaqa yangiliklar kutyapti birinchi variant uchun? Ikkinchi variant uchun pul yo'llarida, finansiy ish yo'llarida qanaqa yangiliklar bo'ladi? Ikkinchi variant uchun. Uchinchi variantni tanlagan inson uchun pul yo'llarida, ish yo'llarida, finansiy tarafdan qanaqa yangiliklar bo'ladi? Birinchi variant tanlaganlar uchun birinchi variantni tanlagan inson uchun ish bilan bog'liq qanaqadir
hamkorlikda kim bilandir ishlayotgan bo'lsangiz, kim bilandir hamkorlikda bo'lsangiz, biznes bilan bog'liqmi, umuman kim bilandir hamkorlikda ishlayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi hamkorlik bo'lyapti va bir-birlaringizga nisbatan ishonch bor, samimiylik bor. Hech qanaqa sir, bu yerda sir yashirish yo'q va maqsadlaring birligini ko'rsatyapti. Niyatlaring, maqsadlaring birligini ko'rsatyapti. Agar siz partnyor bilan ishlayotgan bo'lsangiz, ish bilan bog'liq sherigingiz bo'lsa yoki yoningizda sherigingiz bo'lgan inson bilan bog'liq niyatlaring bir turibdi va bir-birlaringga munosabatlaring samimiy va qanaqadir yangilik bo'ladi, ish bilan bog'liq xursandchilik, qanaqadir bayram bo'ladi yoki qanaqadir premiya berishi mumkin yoki qanaqadir bonus berishi mumkin. Xursand qiladigan qanaqadir yangilik bo'ladi yoki kimdir keladi yoki sizga qanaqadir taklif kelishi mumkin. Partnyor bo'lish bilan bog'liq, sizni orzu niyatlaringiz bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir taklif kiritishi mumkin sherik bo'lishga. Sizga shunaqa niyatingizga, orzuyingizga, siz xohlayotgan oylikmi, xohlayotgan siz orzu qilgan qanaqadir dohodni va'da qiladigan qanaqadir sherikchilikda qanaqadir ishni taklif qilishlari mumkin sizga va bu narsa samimiy, yaxshi niyat bilan qilinayotgan taklif bo'ladi. Xo'p, bu taklifda agar bu taklifni qabul qilsangiz nima bo'ladi? Shuni ko'raylikchi. Xo'p, bu taklifga rozi bo'lsa nima bo'ladi? Yaxshilik bilan tugaydimi? Xayrlimi bu taklif? Albatta, lekin biroz qiyinchiliklar bo'lishi mumkin boshida. Nimadir bo'lishi mumkin, qiyinchilik bo'ladi, lekin hamma niyatlaringizga, maqsadlaringizga erishasiz. Bu taklifda hech qanday sizga nima deydi? Podnoshka qo'yish uchun qanaqadir harakat yoki ayyorlik yo'q bu yerda. Yolg'on ayyorlik ko'rmayapman, lekin qanaqadir muammoni hal qilish kerak bo'lgan vaziyatlar bo'ladi. Kimdirdan kutishi mumkin muammoni hal qilishini. Lekin qiyinchiliklarga qaramasdan bir-birlaringiz bilan kelishilgan holda ish qilsangiz, samimiy bo'lsangiz bir-biringizga nisbatan va kelajakda bu berilgan sizga katta imkoniyat bo'ladi. Finansiy tarafdan katta dohod kelyapti sizga. Lekin muammoni yechishda sansala-mansala bo'lishi mumkin, ya'ni san qil, man qil degan narsa bo'lishi mumkin yoki muammoni hal qilgisi kelmasdan kimnidir hal qilishini hal qilishga bo'lgan xohish bo'lishi mumkin, lekin samimiy bo'lsalaringiz, kelishib ish qilsalaringiz billa sizlarda yaxshigina dohod bo'ladi va bu narsa yaxshilikka bo'lyapti. Hech qanaqa ayyorlik, bu yerda g'irromlik chiqmayapti. Agar partnyorlik bilan bog'liq ish bo'ladigan bo'lsa yoki taklif bo'ladigan bo'lsa, uni qabul qiling bemalol. Bunda sizga hech qanaqa aldov yoki podnoshka qo'yadigan vaziyat bo'lmaydi, ya'ni tuzoqqa tushirish uchun yoki finansiy tarafdan aldab ketish uchun bo'lgan qanaqadir harakatni ko'rmayapman. Lekin qiyinchilikda billa hal qilishlaringizni maslahat beraman. Ikkinchi variantni tanlagan inson finansiy tarafdan ish yo'llarida nimalar kutyapti? Qanaqadir yangi ishni boshlashga bo'lgan ishtiyoq bor.
balkim nimanidir qaysidir ishdan chiqqan bo'lishingiz mumkin yoki qayerdandir boshqa davlatdan qaytgan bo'lishingiz mumkin. Nimanidir boshlamoqchisiz, nimanidir boshlash niyatingiz bor. Bu paytgacha qo'limdan kelgan, bunisi ham qo'limdan keladi, shuncha narsaga erishdim, bunisiga ham erishaman degan niyatingiz bo'lsa, finansiviy tarafdan yoki qanaqadir ish to'g'risida boshlamoqchi bo'lgan ishingiz judayam sizga yaxshi doxod olib keladi, tinchlik, xotirjamlik va siz o'ylagan niyatingizga yetasiz. Bu ishni boshlashga ikkilanmang. Judayam xayrli kelyapti bu ish. Agar boshlamoqchi bo'layotgan ishingizga ikkilanayotgan bo'lsangiz, hech kim ikkilanmasdan qadam bosishingiz mumkin. Bu siz o'ylagan rejalaringiz hammasi amalga oshadi va bundan yaxshigina daromad topasiz. Bu yerda ham ikkinchi variant uchun hech qanday men yomon xabar ko'rmadim. Uchinchi variant uchun siz agar kimnidir qo'lida ishlayotgan bo'lsangiz, kimnidir sizga keladigan pul, kimnidir qarori bilan bog'liq bo'lishi mumkin va siz bu insondan nimanidir kutyapsiz. Oyligingizni balkim kutayotgandirsiz yoki bu inson sizga pul berishi kerak bo'lgan inson bo'lishi mumkin va buni kutayotganingiz chiqyapti. Xo'p. Agar bu inson sizga pul berishi kerak bo'lsa yoki qaysidir ishingizni hal qilishi kerak bo'lsa, siz kutish rejimida turibsiz. Bu kutish rejimida turgan insonlar uchun nima bilan tugaydi? Bu vaziyat nima bilan tugaydi? Nimanidir kutayotgan bo'lgan inson uchun. Bu vaziyat nima bilan tugaydi? Kutish rejimida bo'lgan insonlar uchun vaziyati qaysi tarafga hal bo'ladi? Vaziyatingiz juda ham yaxshi tarafga hal bo'ladi. Bu yerda hech qanday negativ kartalar chiqmadi. Biroz kutishga to'g'ri keladi va bu narsani sizga hal qilib berishadi. Va siz pul kutayotgan bo'lsangiz, o'sha pul kelishi kerak bo'lsa bu insondan keladi va qanaqadir ishga kirish kerak bo'lgan xabar kutayotgan bo'lsangiz, bu ishga kirishingiz uchun yordam beradigan insonlar bor va siz bu ishga kirasiz va siz xohlagan nima deydi, hozirgidan ko'ra ko'proq oylik berishi mumkin bo'lgan ish bo'ladi yoki qanaqadir taklif bo'lgan bo'lsa sizga, qanaqadir ish bilan bog'liq nimadir sizni kutish rejimiga qo'yayotgan qanaqadir vaziyat bo'lsa, siz o'zingizning vaziyatingizga qarab buni o'zingizga to'g'rilashingiz mumkin. Hammasi yaxshilik bilan tugaydi va sizga yordam beradigan bu vaziyatni hal qilishda, siz kutayotgan narsani hal qilishda ikkita inson bor. Biri ayol kishi, biri erkak kishi yordam berishi mumkin. Bularning yordami bilan siz niyatingizga erishasiz. Sizga kelishi kerak bo'lgan pul keladi. Ishga kirishingiz kerak bo'lsa, kirasiz va siz xohlagan oylikda ishlaysiz. Bu juda ham yaxshi karta. Bugungi raskladimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha